Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning rivojlanishi dizayn sohasini tubdan o'zgartirmoqda. Virtual reallik, 3D modellashtirish va interaktiv prototiplar dizaynerlarga mahsulotlarni real vaqt rejimida sinab ko'rish va optimallashtirish imkonini beradi. Bu yangi ufqlar dizayn jarayonini samarali, tez va innovatsion yondashuvlar bilan boyitmoqda. Sun'iy intellekt va mashina o'rganish texnologiyalari dizayn jarayonlarini avtomatlashtirish va takomillashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt yordamida dizaynerlar ko'plab variantlarni tezda sinab ko'rish, optimallashtirish va real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniga ega bo'ladi. Foydalanuvchi ma'lumotlar va xatti-harakatlarga asoslanib, individual ehtiyojlarga mos mahsulotlar dizayni yaratish sun'iy intellekt yordamida yanada osonlashmoqda. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosida dizayn tizimlari mahsulot ishlab chiqish vaqtini 30-40% ga qisqartirishga yordam beradi. Yangi texnologiyalar yordamida mahsulot dizaynini 3D modellashtirish, virtual reallik va interaktiv prototiplar yaratish imkoniyati kengaymoqda. Dizaynerlar VR texnologiyalaridan foydalanib, mahsulotlarni virtual makonda sinab ko'rish va real ishlab chiqishdan oldin optimal yechimlarni aniqlashlari mumkin. 3D skanerlash va raqamli modellashtirish yordamida yaratilgan prototiplar foydalanuvchilar bilan sinovdan o'tkazilib, ularning fikr-mulohazalari asosida takomillashtiriladi. Bu esa mahsulot sifatini va funksionalligini yanada oshiradi.